Qo'shsanmi? Soppa odamga shuncha dori yozasanmi? Shuncha, ha? Birinchi o'rinda o'zingizni bosib oling. O'zi shunaqa asabiylashganingizdan kasal bo'lgansiz. Agar soppa-sog' bo'lganingizda, kerak bo'lsa 10 yillab ham bizani oldimizga kelmagan bo'lardingiz. Biz sizni chuqur tekshiruvlardan o'tkazganimiz uchun shunaqa xulosa beryapmiz. 60 yil dori ichmagan odamga shuni tiqishtirsa, boy bo'lib qolasanmi? Ya aka, Siz bu dorilarni mendan emas, dorixonalardan sotib olasiz. 60 yil dori ichmaganingizga keladigan bo'lsak, shuncha yil sizga chidab kelgan organizmingizga rahmat ayting. yoz, mayli. Shuncha ham yozasanmi? Ha? Men bunga pulni qattiq olamanman, ha? Farzandingizni uylash uchun pul topdingiz. Yangi mashina, yangi uy joyingizni ta'mirlash uchun pul topdingiz. Sog'lig'ingiz shu ahvolga kelgunicha to'g'ri ovqatlanishingiz, zararli ovqatlardan voz kechishingiz, sport bilan shug'ullanishingiz kerak edi. Maslahatim, hech bo'lmasa bundan buyog'iga sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Ya, bo'rakani. Shunaqa tushuntirsa, shuni oldin aytmaysanmi? Baraka topgan. Sizlar ham xafa bo'lmaylar. Asabiylashdim. Bu videoni o'zini sog'lig'ini oxirgi o'rinlarga qo'yuvchi yaqinlaringizga yuboring. Unutmang, hamma narsa topiladi, sog'liq topilmaydi.